yo'lim bor edi. Ey do'stim, jim turing, o'sha o'zim ashulalarimdan tashkil topdim. O'sha stilda maksimalni ko'rsatdim odamlarga. Endi hozir yana ichimda boshqa narsa bor-da. Ichingizda shijoat bor-da, boshqa. O'zbek dunyoga chiqish xohlayapman men masalanda. Nimaga chiqmash kerak? Nimaga zamonaviylashmashimiz kerak? Nimaga qolib ketishimiz kerak orqada? Nimaga turishimiz kerak? Yo'q, biz o'sha zamonaviy estradni ijod men har xil ijod qilganman-da, mnogostoronniy deydimi? Hali serqirra ijod qilishga harakat qilaverganman-da yoshligimda. Masalan, mana hozir siz nima deb o'ylaysiz meni fikrimni? Botir Qodirov nima deydi? Bizni yoshligimizdan bizni tinglab aka, sizni bilamiz-da, darajangizni, sizni reytingingizni qanchaligini. O'sha reyting aka hech qachon o'lmagan. Siz ijod qilgansiz. Siz bilan birga chiqqan san'atkorlarning ko'pchiligi o'sha eski qo'shiqlari bilan haligacha yuribdi-da. To'g'risi, to'yga chaqirsa chaqiradi, chaqirmasa chaqirmaydi. Endi ustozlarimiz xafa bo'lishmasin endi. Lekin sizda to'xtamasdan aka stabilniy ijod har doim ishlab kelgansizda. O'sha baland reyting turibdi-da sizda. O'zbekistonning miqyosida eng baland cho'qqi shu-da aka. Bundan ortiq menimcha yo'q. Sizda o'sha ichingizdan yonadigan narsa shu boshqacha, yana boshqa направление shu dunyo miqyosidagi ashula sizdan xohlayapsiz-da. Hozir baribir siz yana eski stilda o'zingizni stilingizda aytaman desangiz ham ashulani aka ko'pchilik muxlislaringiz baribir yana oziq olaveradi sizdan, mazza qilib eshitaveradi. Lekin o'sha status, o'sha balandlik, o'sha turaveradi-da. U hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Udivlat qila olmaysizda muxlislaringizni, misol uchun to'xtab tur. Qanaqa ashula aytdilar hozir boshqalardan qo'ydi. Rap aytibdilarmi yoki faloncha aytibdilarmi degan ana udivlyatsiya qilib odam hayron qoldiradigan baribir ashula xohlayapsiz-da. O'zingiz ham misol uchun muxlislaringiz ham kutadi sizdan yangilik aka. Maqom desa maqom, jivoy aytish keraksa jivoy, estrada bo'lsa estrada, hammasini maromga yetkazib joyiga qo'ygansiz aka. Endi sizdan faqat nima deydi? Sal boshqacha ashula kutamiz.